Hozir metroda mutlaqo tanimagan insonimizga $100 sovg'a qilib yuboramiz, lekin bitta sharti bor. Mana hozir birinchi ishtirokchimiz Eldor. Qayerdan topib keldingiz bizani? Instagram. Istoriyadan ko'rib ketdilar. Bizani hozir syomka bo'lishidan oldin aytgandik. Yunusobod metroda bizda syomkamiz bor deb, o'shani kelibdilar. Bizani obunachiimiz ekanlar. Qarang, bizda qanaqa hozir sharti? Men sizga bitta kitob beraman. Mana shu kitobni o'qiysiz. Bir haftadan keyin kelasiz, mana shu kitob bo'yicha biz diskussiya qilamiz. Siz bilan kitobdan qanaqa insight oldingiz, nima ekan o'zi, kitob o'qiganmisiz yo'qmi, o'shani savol-javob qilamiz. Agar haqiqatan ham kitob o'qigan bo'lsangiz, o'zingizga qanaqadir insight olgan bo'lsangiz, men sizga shunda $100 beraman. Bir haftaning ichida lekin. Rozimiz shu narsaga? Tashing. Bir haftadan keyin gaplashamiz siz bilan. Biz biznesdagi 99 xato Ibrohim ustozimizni kitoblarini beryapmiz. Ketdi. Sog' bo'ling. Yaxshimisiz? Kitob o'qish yaxshi ko'rasizmi, pul topish yaxshi ko'rasizmi? Kitob o'qishni. Qarang, bizda hozir shunaqa narsa ketyapti. Kitob sovg'a qilyapman. Shu kitobni bir haftada o'qib tugatgandan keyin meni oldimga kelsa, shu kitob haqida biz diskussiya qilsak, $100 sovg'a qilyapman. Xo'p. Qaysi kitob olasiz? Atomodu Husamat. Qo'ying. Yo'lda akazim. Rahmat. Kelish. Xatga shu yerga yozaveramanmi? Ha, shunday yozsangiz javob beramiz. Sog' bo'ling.